Assalomu alaykum. Muxlislar. Jo'rabek hoji bilan Rishtonga ketyapmiz. Rishtonga. Bugun Rishtonda anaqasi ekan, bayram ekan. Shunga hozir Valjon Qodirov osh qilib turaman dedi. Akalar yaxshi odamlar. Salomat bo'lsin Valjon Qodirov. Oilasi tinch bo'lsin. Valjon Qodirov Sherali baribir Sheralda degan qo'shiqda aytgan inson, u butun o'zbek millatiga Sherali baribir Sheralda degan so'z o'rnab ketdi. Bugun endi borib Sherali Jo'rayevni shogirdi Valjon Qodirovni mana shu Rishton tumanida nimalar bo'ladi, qanaqa konsert bo'ladi ko'ramiz, xudo xolasa. Mana Afg'on Jo'rabek ham billa Afg'on Jo'rabek olib bormasa, men yo'lda adashib qolaman. Yo'lda adashib qolaman. Jo'rabek ham salomat bo'lsin. Bolalariga bosh bo'lsin. Bu tinchlik davrida urush ko'rgan bolada bu. Bu bolani qadr qimmatiga yetishimiz kerak. Hammaga salomatlik, omonlik tilayman. Kelayotgan bayram hammamizga muborak bo'lsin. Omon bo'linglar. Mana Jo'rabek boshqatdan. Rahmat. Qiling qo'lingizni. Jo'rabek Afg'on. Buni otini Jo'rabek Afg'on qo'yib qo'ydi. Haqiqatan Afg'onda bo'lgan bola. Bolalariga bosh bo'lsin. Omon bo'linglar. Yana videolar qilamiz, xudo xolasa.